Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellektni ko'rib o'tamiz. Videoni boshlashdan avval obuna bo'lib qo'ying. Uning uchun bizlarga Google brauzeri kerak bo'ladi. Va bu yerga Canva deb qidiramiz. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. Va bu yerda akkauntingizni kirishingiz kerak bo'ladi. Men kirizim mana bu yerga nima qanday rasm yoki qanday video kerak bo'lsa yozasiz. Menga hozir xonada stolni ustida notebook bo'lsin. Stolni yonida stul tursin. Mana hozir bu yerda qara tuzyapti. Mana rasmlarni tuzib berdilar. Xonada stul va stolning ustida laptop bo'lsin. Stolning yonida stul tursin degandir mana. Bu yerda eskirog'i, bu yerda zamonaviy, bu yerda ham mana keraklisini tanlab olasiz. Mana bu yerda men har rasmlarni joylab ko'rdim. Masalan, olmaning rasmini qog'ozga tushirib ber desangiz, mana bunday qiladi. Mana bunday. Bu yerda har xilisi bor. Mana bir odam olmani kesayotgan bo'lsin hamda qo'li kesilgan holda degandim. Mana bir qo'lini kesgan, bu yerda ham, bu yerda ham. Sizlar bilan yana bitta rasm chiqarib ko'ramiz. YouTube'ni logotipini rasmga tushirib ber. Ko'rdinglarmi? Qanday mavzuda gapirsangiz hamda bu AI juda zo'r. Nima uchun desangiz, o'zbek tilida yozsangiz bo'ladi. Inglizcha, ruscha yozishingiz shart emas. Mana bu yerda o'lchami, bu yerda yana 9 ga 16lik, 1 ga 1, har xilisi bor. Menga buna 16 yu 9 kerak. Shuning uchun mana shundan qarab turibman. Endi sizlarga qanday hozir apelsinni yosh bola kesayotgan bo'lsin hamda qo'lini kesib olgan bo'lishi kerak. Bu yerda puliga ham bor. Hammasi 2-3 martadan ko'p ishlatsangiz pul so'raydi. Bu yerda bepul foydalanish chiqadi. Bu yerda 30 kun bepul foydalaning. Bossangiz mana buradan chiqadi. U kerakmaydi. Bepulga ishlaydi. Prosi har 5 minutdan, har 10 minutdan kelib turadi. O'shanaqa narsa pul to'la deb. Siz bepulga ham ishlatsangiz bo'ladi. Videoga like bosing hamda komment yozing, obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha do'stlar.